Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bize şu kichkina nevaramiz bor edi. Onkologik kasallik bilan kasallanib qoldi. Shuni to'g'rida murojaat qildik respublika, boshqa mamlakatlarga. Shularning ichidan Rossiyada bir vrachimiz zimmasini oldi, davolash bo'yicha. Shuni endi shuni olib borib davolatib kelish kerak bo'lib turibdi. Shuna oilaviy byudjetimiz sal kamchilik turibdi. Shu oilaviy byudjetdan yordam etib bersangizlar xursand bo'lar edik. Shu qilgan yordamlaringizni bizga shu to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytarish nasib qilaversin. Hozirgi kunda sostoyaniyasi yaxshi, o'ng qo'l oyoqi chala ishlaydi. Ovqatni og'zimdan yeydi, qoshiq bilan beramiz. Gapni unchalik tushuntirolmaydi. Shuna Rossiyada vrachlar bilan so'zlashsak operatsiya qilish kerak dedi. Shuna byudjetdan yordam etib bersangizlar xursand bo'lar edik. Oldindan rahmat hammangizga. Shu hozirgi kunlarda shu yurib bilmaydi, o'ng yon o'ng qo'l ishlamaydi, chala. Shu avvalgini to'liqroq gapirib bilmaydi. Endi Rossiyada vrachlar bilan so'zlashib ko'rsak, operatsiya 3 million rubl ketadi deb qo'yibdi. O'zlarimizdan bir 100 million yengnasak qonunga yordam kerak-da. Shularga yordam etib bersangiz yaxshi bo'ladi. Operatsiya endi iloji boricha tezroq qilish kerak. Akkalimda deb turibdi uni. Iloji boricha tezroq yordam etib bersangizlar ham yaxshi bo'ladi.